olmoqchilariga asosan har yili tadbirkorlar uchrashuv qilamiz. 26-yilda bugun 30-yilning ikkinchi bank mijozlari uchrashuvimiz. Bu uchrashuv o'tkazishdan maqsad bank kreditlarini fuqarolarga tushuntirish, foizlarini, summalarini. Hozirgi kunda agrobank mahalla va yo'nalishida 3 ta kredit liniyamiz mavjud. 2 ta jismoniy, 2 ta yuridik. Birinchisi birinchi qadam 12 million so'mimiz 25%, erkaklar uchun, ayollar uchun 23%. Muddat 5 yil, 2 yil imtiyoz davri bilan maksimum 17 million so'mgacha. Mahalla loyihamiz bor 50 million. 50 millionimiz foiz stavkasi ham 25%, erkaklar uchun, ayollar uchun 23%. Buni muddati 5 yil, 2 yil imtiyoz davri bilan 50 million so'mgacha maksimal summa kafillik va sport asosida banklar kartasiga o'sha qolayotgan klientga nimasi o'tkazib beriladi. Yana katta loyihamiz bor, Patrul 312 miz yuridik mijozlar uchun beriladi. 100 million so'mgacha garovsiz, 100 million so'mdan yuqori maksimal 100 million so'mgacha garov asosida beriladi. Bu kreditimizda afzal talabi 21%, agar rahbar ayol kishi bo'ladigan bo'lsa 19% beriladi. 2% past ko'rib tursa har bitta kreditga ayollar uchun 2% kreditlarni past qo'yganmiz. Foiz stavkasi maqsad o'sha ayollar tadbirkorlikni rivojlantirish. Keyingi nimamiz muddati 6 yil. Agar dastur sotib oladigan bo'lsa, aylanma mablag' olmoqchi bo'ladigan bo'lsa 1,5-18 oyga beriladi. Savdo do'kon jihozlash yoki nima olib kelishlarga bo'lsa 3 yil muddatga beriladi. Bu